Selam dostlar, benim ismim Raynur, ben reis programist, bu benim Katerinburg'dan Express Vlog. Shinba, Katerinburg'a İlyas Efendi bilan yo'l tutdik. Bilmagan bo'lsangiz, Ekaterinburg tatarcha Katerinburg deb ataladi. Bir пересадка bilan ishdik, oradik, lekin kirib jetdik. Bizni bunda olmas, Elmira Leysan Hamzila qarshi oldi. Boshda oshadik, onlari shaharini qaradik. Yelsin o'zagina bordik, 90-yillar turida ko'p narsani bildik. Zamoncha galereyada ko'rdik, lekin ko'p narsani anglamadik. Kishkada batiriga qo'yib, aql fabrikasini azirlandik. Yakshanba, ertan turdik, oshadik hamda tatar savdogarlari Agafurovlar yashagan yurtga ketdik. Haligi ikki qavatli bino bu yil restavratsiyalangan. Ham hozir onda Tataristonning Uraldagi daymiy vakilligi o'rnashgan. Ishida mana shunday motor balkon bor. Aql fabrikasi boshlandi, forumning proyektlari turida siyladim. Uralda tatar muhitini o'stiruv masalalari bo'yicha fikr olishdik. Anlari turli qiziqli temalarga leksiyalar siyladik, tingladik. Anlari kelgan qo'noqlar komandalarga bo'linib, proyektlar ishlov workshopini o'zdirdik. Natijada Katerinburg Shilaba hamtuman uchun ish qiziqli festival konsepsiyasi taqdim etildi. Shorani tug'an til gimni bilan tamomladik. Anlari Shilaba yoshlari bilan Osharga ketdik. Keyin tatar madaniy yuzagina ketdik. Onda java atmosferada bizni qabul etdilar, hatto bir yigitni tug'an kuni bilan da qutlab oldik. Oxiridan rahmatlar aytib, vokzalga yo'l tutdik. Qozonni bizga qaytib jetdik. Shuning bilan Katerinburg vlogi tamom. Пока.